Lamblioz kasalligini davolash. Lamblioz kasalligi gelmintoz, lamblioz buni asosan infeksionist parazitologlar davolaydi. Lekin bizada ham pediatriya sohasida oxirgi paytda Nigor opa, shu bolamda lambliya aniqlandi, gija aniqlandi, shuni davolashga yordam bering deb kelayotgan bemorlarimiz soni juda ham ko'paygan. Albatta bizada parazitolog, infeksionistlar bor, tegishlicha ularga yuboramiz, lekin ba'zi bir bemorlarda moliyaviy muammolar bo'lgani sababli sizlarga ma'lum, xususiy klinikada har bir ko'rik pulli bo'lgani uchun o'zingiz yozib bera qoling, o'zingiz ham bilasiz-ku deyishadi. Shunaqa holatlar bo'ladi, chunki parazitar kasalliklarni davolashda qo'llaniladigan farmatsevtika tomonidan ishlab chiqariladigan ma'lum bir dori-darmon vositalari mavjud. Ular aptekalarda sotiladi. Bularni bir necha xili bo'lib, ularni ba'zilari jigarga toksik ta'sir ko'rsatadi. Masalan, albendazol. Albendazol albatta gija tushiruvchi xususiyatga ega, lekin toksik ta'siri bor. Bir oiladan 3 ta bola keldi, davolab berishni so'rashdim. Vaholanki aptekada sotiladigan farm preparatlardan, ya'ni dori vositalaridan bir qator qilib davolash rejasi tuzib berdim, yozib berdim va ular xursand bo'lib ketishdi. Oradan bir oycha vaqt o'tdi. Yana qayta ko'rikka kelishdi yoki boshqa kasalligi bilanmi eslolmayman kelishdi. Nima bo'ldi? Davolandinglarmi desam, yo'q. Qaynonamlarga bir doktor aytibdi, "Boy sizlarning doktoringlar yozib bergan dori jigari dabdalasini chiqaradi. Bilmas ekan davolashni gijani. Mana men sizga aytay, osongina, oddiygina yo'li bor. Nima qildinglar desam, qaynonamlar dedilar, katta qovoqni, endi men bilmayman qanaqa qovoq u, urug'larini gazda quritib, maydalab, yana unga kunjut urug'i qo'shganlar, oq kunjutni qaynonasi yana shunaqa qilib va unga tuxum po'chog'ini oqini maydalab qo'shib shunaqa retsept o'rgatishgan. Bolaga 1 oy davomida berganlar. 3 ta bolaga, shunda 2 ta bolada 1 haftadan bir ich kelmasligi kuzatilgan. Ya'ni 1 haftadan bir bolani ich kelmayapti, bo'ldi. Ona qaynonaga bildirmasdan surgi vositasi berganlar, u ham yordam bermagan. Qorni shishib ketgan bolani kechasi ahvoli og'irlashgandan keyin tez tibbiy yordamda ularni kasalxonaga olib borishgan va kaprastaz tashxisi, ya'ni ichakda axlat turilib qolishi tashxisi bilan ichlari yuvib, xudoga shukr, bolalar ichlari tozalangan va tegishli yordam berilgan. Endi sizlardan iltimos qilaman, bu nimani aytishimdan maqsad, bola bu bizni borlig'imiz. Meni oldimga kelgan bolaga men oddiy bemor sifatida qaramayman. Bu bitta farzand bo'ladimi, 10 ta farzand bo'ladimi, har bitta bolaning orqasida kelajak, borliq va butun dunyo turibdi. Iltimos, har bitta bolani davolashda o'zbilarmonlik qilmasdan, mayli vrach aytgan dorini olib bermang, lekin boshqa vrachga, boshqa mutaxassisga olib borib bitta maslahatlashinglar. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri rad etgan holda Turkiyadan davola, o'zinglar bilgan qanaqadir vositalar bilan bolalarni davolashga harakat qilmanglar. Og'ir bo'ladi. Bola yotib qolsa, bolaga biron narsa bo'lsa, bundan og'iri yo'q. Ona uchun, oila uchun o'shancha 1-2 so'mni tejagan holda bolalarni og'irlashtirib qo'ymanglar. Bu mening iltimosim.